Hurmatli ayollar, bugun erlaring yo'qolib qoladigan bo'lsa, xavotirga tushmanglar. Erlaring telefonlarga javob bermay qolsa, erim qayerga ketdi ekan, nimaga telefonga javob bermayapti ekan demanglar. Bugun momoda deymanda, momoda. Men ko'rdilaring, chiqarib qo'ygan videomda xato ish qildim. Butun chiqargan videolarimdan kechirim so'rayman, meni kuzatuvchilarim. Sizlarda ham shunaqa videolarim bo'lsa, o'chiringlar, Xudodan qo'rqinglar. Men endi bilmasdan xato ish qilib shu videoni chiqarib qo'ydim. O'sha meni kim videolarim ko'rgan bo'lsa, o'chirib taylaylar. Endi ming afsuslanganman, foydasi yo'q, chunki butun dunyoda tarqalib bo'ldi bu video. Bitta xato qilgan ishim hammaga butun dunyoga tarqalib ketdi. Men o'zim telefonimdan o'chirganim bilan boshqalar telefonini o'chira olmayapman. Tepada Xudo bor. O'sha videolarda kim erkaklar ko'rib noto'g'ri fikrga boryapti. Masalan, men popiska yig'ish uchun, layklar yig'ilish uchun o'sha videolarni chiqarganman. Boshqalarim qilib yuribdi masalan, lekin unchalik videolar chiqargani yo'q-da, masalan, hamma o'ziga javob beradi. Iltimos sizlarda o'chirib taylaylar o'sha videolarni. Hozir o'sha video chiqarganimdan men ham afsusdaman. Iltimos, men u videoni o'chirib taylaganman. Men o'sha xato ishni qildim. Xudodan kechirim so'rayman. Masalan, shunday ko'p erkaklarni yo'ldan urdim. Ko'p xiyonatlar qildirtirdim ko'p ayol erkaklarga. Kechirim so'rayman, u videoni chiqarganimdan afsusdaman men ham. Xato ish qildim. Men u videolarni chiqarib o'chirib taylaganman. Hozir meni o'zimda profilimda yo'q. Boshqalardan ham shuni so'rayman. Xudodan qo'rqinglar, hammani videomda olib chiqmanglar. Men bir marta endi shu xato ishni qildim, boshqa qilmayman endi. Iltimos sizlardan ham shuni iltimos qilib so'rayman. O'sha videolarni o'chirib taylaylar. Men ming afsuslanganimdan endi foydasi yo'q. Iltimos sizlardan, tepada Xudo qarab o'tiribdi. Gunohga botmanglar. Ko'chaga yura olmay qoldim. Kim bo'lsa oldimga kel, urush janjal qilyapti. O'sha Marjona senmisan deb. Endi ayollari erini telefondan ko'rib qo'yganmi, bilmayman. Sen butun dunyodagi erkaklarni yo'ldan uryapsan, undaqa qilyapsan deb va shu ko'zini ochirgani qo'ymayapti ko'p ayollar. Hozir o'sha chiqargan videomni qo'yaman, ko'ringlar sizlar ham. Iltimos, kim meni o'shunaqa videolarimni o'chirib taylaylar. Iltimos sizlardan, Xudodan qo'rqinglar. Assalomu alaykum hammaga, meni kuzatuvchi obunachilarimga. Men bir marta like yig'ilish uchun, popiska yig'ilish uchun bitta video chiqarib qo'ydim. Butun xalqdan kechirim so'rayman o'sha videom uchun. Hozir